Mana qarang. Maşallah. Tarvuzni qarang. Qarang, buning eksport bobligining nimasi yana bitta narsani aytamiz. Mana mag'zining ham to'qligi va boshqa tarvuzlarga nisbatan mag'zining qandaydir qattiqroq bir nima deydi, mustahkam ekanda. Ezilishi kam bo'lar ekan bunda. Yana bitta O'chog'ini qarang. Qalinligi. Ana bu eksport bobligidan bir dalolat beradi-da bu o'chog'i. Mana qarang bu tarvuzlarning. Oldi buni 20 kilodan ziyod bo'lib ketgan. Qarang, mana bu yerlarga kelib ko'rsating-da, mana bu tarvuzlarni qarang. Aytayapman-ku, boya men bunga bo'lakcha mehr berib qaraganimiz yo'q. Agar buni sinovdan o'tkazyapmiz, qani bunga boshqacha qaranglar, dorisini beringlar, anodan ko'proq desak, bu o'ta darajada kuchli bo'lar ekan. Assalomu alaykum hurmatli dehqonlar, hurmatli fermerlar va bizlarni kuzatib boruvchi chorvadorlar. Bugun 2025-yil 8-iyun sanasida Qashqadaryo viloyati Ko'kdala tumaniga keldik. Bu yerga Genetic Seeds firmasini Bloom F1 navini duragayni berganmiz. Toshpo'lat ekanmi dalalariga 2000 tup berganda bu yilgi sinov jarayonida ketyapti bu tarvuzimiz. Xudo xolasa o'zini juda oqladi. Tarvuzlari o'ta yirik, avvalgi ko'rinishda. Toshpo'lat akani ish boshqaruvchilarini chaqiramiz. O'zlari bugun yo'q ekanlar. Aka, assalomu alaykum Muzaffar aka. Assalomu alaykum. Sog'ligingiz yaxshimi? Charchamayapsizmi? Xo'sh, bu Genetic Seeds firmasini Bloom navini 2000 ta bergan edik. Dekabr oylarida sinovga bergan edik. Tarvuz haqida o'zingiz fikrlaringizni, holati qanaqa, tugumi qanaqa, dehqonlarga samimiy glavni bu yil muammo bo'lib kelayotgan shu klient jarayoni qanaqa bo'lyapti? Shu o'zingiz tavsiyalaringizni, fikrlaringizni bildirib o'tsangiz. Shunday, rahmat. Bu yerda endi bu tarvuzni bu yil sinovga ekdikda, buning eng birinchi dehqonlarga qulaylik tarafi, masalan, pishgandan keyin ham bu tarvuz endi bu gapimiz bilan boshqa firmani yaxshi yomon demaymiz buni. Bu navimizning eng qulay tarafi pishgandan keyin ham, tarvuz yetilgandan keyin ham 2 kun 3 kungacha pishib palakda tursa ham mana qarang, o'zini saqlay oladi. Keyin buning yana ikkinchi tarafi bu eksport bob. Chetga masalan uzoq yo'lga olib ketsa ham po'stlog'i juda qalin. Po'stlog'i ham qalin, tarvuz shu suvijili yetib boradi. Ves bosishi qanaqa? Vesiga ham gap bo'lishi mumkin emas. Ves bosishi ham zo'r. Hozir e'tibor beryapmiz aka, har bir tupda eng kamida 2 ta ushlagan. Shunday. Chunki buning palagining bargini qarang. Hamma gap shu palagida. Palagining bargini o'zi aytib turibdi. 2 ta, 3 ta tarvuz bo'lsa ham kattartira oladi bu. Keyin yana bitta narsani boya qo'shimcha qilib o'tib ketdingiz. Bu sinov bo'lgani uchun e'tiborni u darajada qilmadik. Yo'q, shu xuddi shunday. Bunga ishlov jarayoni yo'q, bunga bo'lakcha ishlov berganimiz yo'q. Shu boshqa navli tarvuzlarga qanday ishlov bo'lgan bo'lsa, shu nimaga berilgan bo'lsa, shuni yegan. Buni qanday yetishi ekanini bunga bo'lakcha qarab va lishni bir marta suv quyganimiz yo'q. Shular qanday ishgan bo'lsa, shunday ishgan bu. Tarvuzni hosil berishi, razmerlari, xudo xolasa avvalni juda chiroyli bir zo'r, to'zoqroq ko'rinishda. Tarvuzda keyin kilogramm berishi ham zo'r. Tarvuzda xaridor qanaqa bo'lyapti? Mana hali tarvuzimizga yana bir 5 kun 10 kun vaqti bor pishib yetilishiga. Klientlar kelish jarayoni qanaqa bo'lyapti ko'rishda? Yaxshi, zo'r. Chunki bunga bildirgan fikri klientlarning ham bu ko'proq chetga eksport bo'lib. Chetga eksport. Ichki bozorimizga ham bo'ladi, lekin eksportga aytdim-ku boya bu 3 kun, 4 kun, 5 kun yo'lda yursa ham bu o'zining nimasini yo'qotmaydi. Ana shunday ekan bu. Ko'p narsa bu yilgi dehqonlarda masalan ertangi tarvuz juda ko'p ekildi. Turib qolgan tarvuzlar yaxshi pul bo'lmayapti. Mana kechki rosan yetishib qolgan tarvuzlar yaxshi pul bo'lmayapti. Bunda asosiy klient ba'zi qaysi tomonlardan kelyapti klientlar so'rab buni? Bunga Rossiyaga ketyapti bu. Keyin Ozarbayjonga ketyapti. Tojikistondan ham kelyapti bunga. Shuni so'rab. Endi bizda ham urug' sotish jarayonida bizda qo'shni respublikadan ham bizga klientlar keladi. Mana Tojikistonni bitta 3 ta 4 ta tumaniga biz o'zimiz urug' sotamiz. Ular asnovnoy qanaqa? Tojikistonning talabi tarvuz yirik bo'lsin. Ichkarisi qizil bo'lsin. Bu talablarga bu sortimiz bemalol javob bera oladi. Shunday. Tarvuzda ves bosishi, rang kelishi, tarvuzni yirikligi yana qo'shimcha qiladigan bo'lsak, buni shu gektar hisobiga 7000 ta, 6500 ta ko'chat o'tkazadigan bo'lsak, bunda birinchi terim o'zida menimcha bir 10000 ta tarvuz beradi. Shunday olsa bo'ladi. Chunki agar bunga boya ham aytdim-ku, bunga agar bo'lakcha, bu endi sinovdan o'tkazayotganimiz uchun bo'lakcha mehr berib qaraganimiz yo'q bunga. Agar bo'lakcha bundan ham yaxshi qarasak, bir izuga 10000 ta tarvuzni masalan gektarga 7000 ta ekadigan bo'lsak, 10000 ta izib olsa bo'lar ekan hosilda bundan. Bu tarvuzimizni endi hali pishishligiga ozgina bor, lekin biz muxlislarimizga buni bir hosilini, rangini ko'rsatsak, nima deysiz? Marhamat, bemalol. Sal xon bo'lishi ham mumkin endi hozir chunki 1-2 kun bor bo'lishi. Endi
Bismillah. Mana qarang. Maşallah. Tarvuzni qarang. Ha, qarang. Buning eksport bobligining nimasi yana bitta narsani aytamiz. Mana mag'zining ham to'qligi va boshqa tarvuzlarga nisbatan mag'zining qandaydir qattiqroq bir nima deydi, mustahkam ekanda. Ha, ezilishi kam bo'lar ekan bunda. Yana bitta O'chog'ini qarang. qalinligi. Ana bu eksport bobligidan bir dalolat beradi-da bu o'chog'ning. Endi yana bitta narsani bu yil boshida shunaqa videolar chiqib ketdi. O'sha nitrat miqdori juda ko'p berilgan tarvuzga deb ko'pchilik, masalan, bolasi borlar, yosh bolasi borlar, o'sha tarvuz berishga ham hatto qo'rqib qolishdi. Sababi bolam ichori bo'lib kasal bo'lmasin degan ma'noda. Shunday. Bu navimizda o'shanga bo'lgan, masalan, keyingi beriladigan karbamid, selitra miqdori bularda faqat boshida berilgan, undan keyin berilmagan. Yo'q, berganimiz yo'q. Ha, buni bemalol masalan ichki bozorga ham, ichki bozorga ham, yosh bolaga ham hech qanday salbiy oqibat keltirib chiqarmaydi. Yo'q. Buni bemalol. Rahmat. Mazasini ham ko'raylik. Mashallah. Tarvuzda juda shira kuchli. Kuchli. Zo'r gap bo'lishi mumkin. Ichki bozorimizga ham bemalol tavsiya qilsak bo'ladi. Ha, iste'mol qilsa bo'ladi. Tarvuzni ahamiyat berib, operatorimiz bir holatni bemalol olib bersangiz. Mana qarang, bu tarvuzlarning oldi buni 20 kilodan ziyod bo'lib ketgan. Qarang, mana bu yerlarga kelib ko'rsating-da, mana bu tarvuzlarni qarang. Aytayapman-ku, boya men bunga bo'lakcha mehr berib qaraganimiz yo'q. Agar buni sinovdan o'tkazyapmiz, qani bunga boshqacha qaranglar, dorisini beringlar, anodan ko'proq desak, bu o'ta darajada kuchli bo'lar ekan palay. Shu sharoitda ham ahamiyat beradigan bo'lsak, o'sha bitta palayni o'zida hosil berishi ahamiyat bering. 1, 2, 3. Holatda keyin kasalliklarga chidamlilik bo'yicha ham juda zo'r. Chunki mana bu bargi nima deymiz, yaproq qarang, ana shu o'zi aytib turibdi buning kasallik keyin bardoshligi, keyin bizning iqlimimizga eng birinchi Qashqadaryoning iqlimi issiq bo'lsa ham, qarang, shu bardoshli ekan, mos ekan. O'zini o'zi yopyapti. Ha, o'zini tarvuzni yopib, quyosh nuridan himoyalab ketaveradi. Ahamiyat beradigan bo'lsangiz, mana operatorimiz ham ko'rsatib o'tsin. Bu bitta tanadan chiqqaniga. Mana qarang. Bitta tanadan mana ikkita tarvuz bir xil standartda, hech qanaqa buzilishlarsiz, o'ziga kerak bo'ladigan tarvuzni kuchi yetadigan tarvuzni olgan, qolgan tarvuzlarni o'zi chiribgan. Shunday. Bu Geneticides firmasini Bloom navini barcha respublikadagi, qo'shni respublikalarga ham bemalol tavsiya qilib qolamiz. Bo'ladi. Dehqonchiliklarga Alloh baraka bersin. Tarvuzimizda mana hosillarni ko'ryapmiz. Eng glavniy urug'chini maza qiladigan joy nima? Dehqon maza qildim, bola chaqam bilan pulini yedim, boshini yedim. Eng kerak bo'lgan narsa. Shunday. Tarvuzimizni dehqon sifatida siz masalan bizga bir aloqangiz yo'q, boshqangiz yo'q, tavsiya qilasizmi? Albatta. Bemalol buni butun yo'q. Xolis odammiz biz. Bizlarda hech qanday nima yo'q. Buni butun respublika bo'yicha любой joyga ekib shuni nima qilsa bo'ladi. Bu navimizni bizning qo'shni respublikalarga ham, Tojikistonga ham xudo xolasa urug'larni yetkazib beramiz. Urug'laridan muammo yo'q. Agrotexnikani ham, ustidan beradigan, bargidan beradigan ozuqalarni ham xudo xolasa o'zimiz yetkazib beramiz. Bloom navimizni butun respublikaga tavsiya qilamiz. Shunday. Alloh barakasini bersin. Geneticides zo'r. Zo'r gap bo'lishi mumkin emas, zo'r.